Mayli Madina, bu meni maktabim bo'ladi. Chiqib keta olaman, bilamizmi? Xudo xolisa chiqib ketasan. Hurmat. Va alaykum assalom, o'tiringlar. Muslima, nimaga o'quvchi kam? Ustoz, bugun ko'pchilik darsga kelmadi. Kelmagani sababli. Xo'p, yaxshi. Hurmatli o'quvchilar, tanishinglar, bu Madina. Bugundan boshlab bizning sinfimizda o'qiydi. Umid qilamizki, hammanglar chiqishib, kelishib ketasizlar degan umiddamiz. Madina, joyingni egalla qizim. Hozir fan o'qituvchilar ham kirib qoladilar, shovqin solmasdan jim o'tiringlar, xo'pmi? Kim bo'ldi boyincha? Qayerdan keldi? O'zi shu yetmay turuvdi. Bo'ldi, darsda chalg'maydi qizlar. Qali ekan, bizning maktab senga yoqdimi? Sinfdoshlaring bilan ham ancha chiqib o'rgandirsan. Yo'q, opa, hali chiqishmadi. Mayli, hali chiqishib ketasan. Bizning maktabda yomon bolani o'zi yo'q. Qani yur. Kel Ziyoda. Yaxshi kelib qoldinglar Madina? Yaxshi o'tiribsizmi aka? Rahmat. Qalay bo'ldi ishlar? Zo'r, rahmat. Madina, choy damlabki. Mana shu mavzuga tushunmayman, yordam bering. Qaysi mavzu? Mana bu. Insonning asosiy huquqlari. Rejasiga yashash huquqini yoz. Vijdon energiyaligi. Yaxshi o'tiribsan Ziyoda? Madina, sizlarning uylarda xos kim turibdi? Hech kim turmabdi. Nega tinchlikmi aka? Tinchlik. Menda bitta reja bor. Madinaning uyini sotamiz. Assalomu alaykum aka, men keldim. Va alaykum assalom. Ziyoda, yaxshi keldingmi? Aka, hozir men kiyimimni almashtirib ovqat suzib kelaman. Ziyoda, to'xta. Sana maslahat ish bor edi. Kel bu yoqqa. Ziyoda, o'tgan safar senga esingdan Madina uyini sotamiz degandim. Madina uyga klient topdim hozir. Sardor aka, nima qilish shuni uyini sotib? O'zimiz uyimiz bor, pulimiz bor, mashinamiz bor. Hozir qara Ziyoda, menda bitta biznes reja bor. O'shanga ozgina pul yetmay turibdi-da. Mana shu uyni sotaylik. Xudo xolisa ishimiz zo'r bo'lib ketgandan keyin Madinaga bitta zo'r uy olib beramiz. Bilmadim, lekin Sardor aka, Madina bunga ko'narmikan? Ko'nadi Ziyoda, sen ko'ndira olasan. Hozir Madina bilan faqat sen yaxshisan. Borib gaplashib ko'ndi o'zing. Bo'ldi, qani, gaplashib ko'raychi. Ya, aka, aytgancha. Mashinamni ham moyi tugabdi. Tanish ustalaringiz bo'lsa gaplashib ko'ring. Bo'ldi Ziyoda, sen Madina bilan gaplashib kelaver, men buni o'zim to'g'rilab qo'yaman. Sardor aka, Madina uyda yo'q. Gapimizni eshitmaganmidi? Nimaga uyda bo'lmaydi? Boya uyda o'tirdi-ku o'zi. Ya, eshitish mumkin emas, ikkalamiz gaplashdik faqat. Voy, bilmayman aka, bilmayman. Xonasida yo'q. Yuring, siz ko'chalarni ko'raylik-chi. Ziyoda, to'xta. Voy, yarim kecha siqatga ketishi mumkin-a. Ey, shu qiz ham jonimga tegdi. Aka, to'xtang. Aniq gapimizni eshitmaganmidi Madina? Yo'q, eshitmagan, lekin uni hech kimda yo'qmidi? Yigit yo'qmidi? Madina! Madina, qayerga yuribsan kechasi bilan? Kecha Ziyoda opang seni mashina urib ketdi deb siqilib bankga tushib qoldi hozir. Assalomu alaykum. Ziyoda opamga nima bo'ldi o'zi? Qayerga yuribsan kechasi bilan? Onam sog'inadi, o'shaning uchun uyga ketuvdim. Menga qara, endi o'sha uyingga qaytib bormaysan. Uyingga men klient topib qo'ydim. Ertaga sotib yuboraman. Men uyimni sottirmayman baribir. Abdasim, uyimizni sotib yuborishyapti. Kim sotib yuryapti uyingni? Aytdim-ku, senga Ziyoda opammi? Ziyoda opang shu darajaga boryaptimi? Yo'q, emas, akasi. Qara, shu Ziyoda opang bilan meni bitta tanishtirib qo'ygan, menda bitta reja bor. Ha?